İbrahim ve Mavluda. Mentorli deb so'rayapsizlar. Mentorlikni birinchi potokida o'qigan o'quvchi mana shu qiz bo'ladi. $4,000 shundoq to'lab, birinchidan nima, qanaqa men bilmayman risolat, lekin men sizni kursingizda o'qishim kerak deb yozilgan. So'rab olinglar, qanaqa tavsiya qilalarmi, yo'qmi va har safar yangi nima kurs olsam keladilar. Mashalloh. Kurslarida o'qiyaman, kurslarida ikkinchi o'qishim, mentorlikda ham o'qiyaman, mentorlik judayam zo'r, eng kichkinasi o'zim bo'lganman, har katta ayollarni orasida o'zim o'qiganman, lekin manga katta o'sish qilgan, judayam 20 mingtani o'quvchim bor edi. O'sha kurslarda o'qiganimdan keyin yig'ganman unga. Keyin hozir 140 mingta o'quvchi bor, 1,5 mingta o'quvchi o'qitib, keyin hozir oyiga $3,000-3,500 pul topaman, alhamdulillah. Oyiga telefon sovg'a qildim, o'zimga 2 marta telefon oldim. Endi xudo xohlasa, qolgan narsalarni ham sekin-sekin sizlar bilan birga erishamiz. Yashang, yashang. Ofarin. Tabriklaymiz.